Ijtimoiy tarmoqda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi punktlarda chegara xodimlarini qo'lga olish aks etgan video tarqaldi. O'tkazilgan operatsiyada 27 kishi ushlangan. Okalar, buni nomini korrupsiya deydi. Demak, halol tijorat, halol tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsang, lekin stavka bo'yicha soqasini bermasang, ishing bitmaydi. Do'lasini bermasang, sani tovaringni yoki kontrabandaga chiqarib yuboradi, yoki har xil vajlar topib umuman o'tkazmaydi. Mana videodan ko'rinyapti. Chegaradan o'tayotganlar stavkadan xabari bor. Demak, taxmin qilaman, bu mexanizm yillar davomida ishlagan. Kommentlarda, izohlarda o'qiyapman, Qozog'iston bilan chegara punktlarining ahvoli bundan ham battar. Korrupsiya bugungi kunda bitta chegarada emas, juda ham ko'p yo'nalishda. Meditsina, ta'lim va hokazo. Shu holat misolida boshqa korrupsionerlarga eslatma. Menga bu holat yetib kelmaydi deb o'ylamanglar. Harom vaqti kelib yoki joningizga yoki zotingizga uradi. Eng asosiysi tavba qiling va bu yo'lingizdan qayting. Zanglab yotgan eski topponcha ham vaqti kelib otib qo'yishi mumkin. Siz qanday fikrdasiz?